Mana bu Onyx mexanikamiz. Olti ming kilometr yurgan. Bunda bo'layotgan muammo mashinada mana bu qulf yonib qoladi. Mashina bilan zavat bo'lmaydi. Bu mashinani boshqa ustalardan tortib olib kelishdi. Boshqa ustalarda muammo miya deyishgan. Miya almashtirishgan. Miya almashtirgandan keyin ham foydasi bo'lmagan. Keyin BSM deyishgan. Egasi BSM olib o'tirmadi. Menga olib keldi. Uni 2 kun qidirdim. 2 kun qidirganimdan keyin xudo xolasa topildi. Mashina zavat bo'lyapti. Keyin qo'shimcha bunda faralariga, pavorotniklariga ashibkalar berib, zamykание deb ashibkalar berayotganda faralari, dalniy, blижний hammasi ishlayapti. Shuning uchun shu yoqda qulf yonib qolsa, har doim ham mexanikalarda miya bo'lavermaydi. Endi to'g'ri, ko'pincha hollatlarda miya bo'ladi. Bir xillarda shunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Miyadan chiqmay qoladi. Shuning uchun miya ham arzon emas. $250 har xil turadi bozorda. Shu $250 lishniy xarajat qilib qo'ymaslik uchun mashinani birinchi yaxshilab tekshirib olish kerak. Yaxshilab tekshirib olgandan keyin haqiqatan ham miya bo'ladigan bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Tak bo'lmasa, просто так $250 havoga uchib ketadi. Xudo xolasa ishlarini chiroyli bitkazib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha ayblarni topib, ishlaringlarni hal qilib beramiz. Mana bu Onyx mexanikamiz. Olti ming kilometr yurgan. Bunda bo'layotgan muammo mashinada mana bu qulf yonib qoladi. Mashina bilan zavat bo'lmaydi. Bu mashinani boshqa ustalardan tortib olib kelishdi. Boshqa ustalarda muammo miya deyishgan. Miya almashtirishgan. Miya